Hozir biz Shotor Rustaveli ko'chasidamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hamma joy приятный, cho'tki qilib qo'yilgan. O'rtada avtobus faqat yo'l to'g'ri qo'yishgan. Nima maslahat berasizlar mana shu yo'nalishga? Bom. Uz kanali. Obuna bo'lishni unutmanglar. Mana yo'ldan o'tamiz, ishxonaga ketamiz. Yashil. Mana ishxonamiz. Yo'ldan kelsanglar, bu yoqda tekstilniy most. Ha? Bu yoqda tekstilniy most, bu yoqda shundoq kelsanglar, nima edi? Nomi nima edi uni? Sever Yujniy vokzal. Kelaverasizlar, Merhaboni oldida bizni yangi to'chkamiz. Orqada qizlar. Kelaverasizlar. Mana bu bizni shef, glавный shefimiz. Qorni 8 qarish bo'lsa ham, qorinni qarang. Intervyu olamiz. Azaka, bugun kech qolsiz deb eshitdik. Nima sababdan, nima bo'ldi? Mashli. Mana mashli. Hammasiga aybdor kontur mashlandi bo'lgan. Yo'q, biz aybdor emasmiz kech qolishga. Kontur kech qolib mashlandi. Soat 3 gacha kontur o'ynagansiz aka. Men bilan uyga tashlab olguncha 4:30 bo'lgan. Mana merhaba. Ketishdi bo'ldi.